Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Fikrat tahlil dasturlarini endi ekspertlarimiz bilan davom ettiramiz. Eron mana shu bir oydan oshgan agressiyadan keyin ham omon qolyapti va ishlayapti. Hukumati ag'darilmagan, tuzum o'sha aksincha hatto g'arblik ekspertlarning fikriga ko'ra biz menimcha tuzumni radikalroqga almashtirib qo'ydik-ku degan hadiklari ham bor. Mana shu masalalarda suhbatlash uchun biz studiyamizga doimiy ekspertimiz professor Farhod aka Karimov hamda tadqiqotchi Odiljon Sobirjonovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Biz Odiljon bilan BMTning rezolyutsiyasini muhokama qilganmidik. Juda og'riqli rezolyutsiya, lekin nima bo'ldi? Rezolyutsiya chiqdi, faqat tarixga muhrlandi. Bir kun ko'tariladi endi, to'g'rimi? Hali jinoyatlar sarhisob qilinayotganda ko'tarilmasa, hozir endi Minopdagi fojiadan keyin o'zi hali g'arbning aytadi-ku, bu hali nafaqat maskasi, ayrim yuz terilari ham shilinganga o'xshaydi. Biz buni og'riq bilan aytamiz. Hali hech kim javob bergani shu Minop bo'yicha. Eronni o'zini aybdor qilib ko'rishdi. Qarashsa o'xshamadi. Tomagaf hatto Isroilda ham yo'q ekan. Qarang, Isroil ham aqllida darhol aytdi, "Uzr, menda tomagaf yo'q" dedi. Bildi nima ish, nima ish bo'lganini. Aytdi, chunki qizaloqlar maktabi, Minopda qizaloqlar maktabiga zarba berildi. Ming afsus, lekin hali unga javob berishmadi. Demak, Eronning murakkab siyosiy boshqaruv tizimi haqida bugun suhbatlashamiz. Yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Farhod aka, Eronni bir totalitar, bir diktatorlik davlati deb aytishardi. Endi to'g'risini aytsam, bir ishontirib ham qo'yishgandi ko'pchiligimiz ham. Hali Eronchi sal odamlar o'ylanib turardi. Va bilamizki, totalitar tuzumlarda bir shaxs ag'darilgandan keyin ko'pincha hammasi yo'q bo'lib ketadi. Eronda bir emas, bir necha shaxslarni yo'q qilib tashlashdi. Xomanai o'ldirildi, orqasidan Larijoniy o'ldirildi. Yana biz bilgan bilmagan katta odamlari bor ekan, endi hammasini tanimaymiz-ku biz. Ular ham o'ldirildi. Ammo Eron yashashda davom etyapti, qarshilik ko'rsatishda davom etyapti. Endi apreldan boshlab esa samolyotlarni urib tushiryapti. Eronni kim boshqaryapti o'zi? Assalomu alaykum, yana bir bor. Ratxo'ja aka, o'tgan ko'rsatuvda biroz bir to'xtalib o'tgan edik. Bugun bir shu savolga batafsilroq javob berish uchun ushbu mavzu taklif qilindiki, o'zi Eronning siyosiy rejimi haqida ko'p gapiramiz, lekin hamma narsani bilamizmi o'zi? Va bugun savollar ko'p. Masalan, Isroil, Amerika oxirgi 20 yil ichida Eronning yetakchilarini yo'q qilish bilan ovora. Bu o'sha Islom inqilob korpusi yetakchisi generallari bo'lsin, yoki masalan o'sha diniy ulamolarni yo'q qilish yoki siyosiy liderlarni yo'q qilish, lekin rejim tuzum qilmayapti. Sababi nimada mana bunday bir holatni, vaziyatni? Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Eronda o'zi anglashimiz kerak bo'ladiki, Eron siyosiy rejimi bu faqatgina bitta liniyadagi iyerarxiyadan tashkil topgan emas. Masalan, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarida, hattoki Yevropada juda ham ko'plab respublika tizimidagi davlatlar bitta iyerarxiya asosida shakllangan. Va undagi o'sha bitta demak detalni oladigan bo'lsangiz, u tizim anchayin nima deydi, kuchsizlanadi. Lekin nega Eronda shunaqa emas? Eronda mana hozir batafsil to'xtalib o'tamiz. Umumiy qilib hozir boshlash uchun aytamanki, Eronda murakkab parallel konstruksiyalar bor. Bu konstruksiyalar mafkuraviy konstruksiyalar, bu konstruksiyalar siyosiy konstruksiyalar va bu konstruksiyalar demak harbiy amaliy konstruksiyalar hisoblanadi. Va bu konstruksiyalarni mana parallellarni qo'yib olaylik, tasavvurimizda, ko'ngilingizga shunaqa kelaylik. Misol uchun, hokimiyat bitta liniya bo'yicha shakllanadi, har qanday biz an'anaviy shaklda tushunadigan davlatda. Lekin Eronda mana shu liniyalar parallellardan iborat. Ularda ham iyerarxiya bor, lekin bu iyerarxiya parallel konstruksiyalardan iborat. Ya'ni bitta konstruksiyani boshini olsangiz va konstruksiyani nima deydi, yo'q qiladigan bo'lsangiz, boshqa konstruksiyalar va boshqa iyerarxiyalarga ega bo'lgan tizimlar ishlashda davom etaveradi. Va eng bir hayratlanarli jihat shundanki, bu konstruksiyalar alohida bo'lgani bilan davlat boshqaruvi va jamiyat boshqaruvida muvofiqlashgan holat tashkil etilgan. Ya'ni bular bir-birisiz yashay oladi, lekin boshqaruv, jarayon, siyosatda shu darajadagi uyg'unki bular. Ya'ni anarxiyani ham yuzaga keltirmaydi. Anarxiyani yuzaga keltirmaydi va tashqaridan qaraganingizda bitta yakdil konstruksiya sifatida ko'rinadi. Ya'ni tizimlar ichida tizimlar mavjud, lekin umuman olganda
nima deydi, o'sha umumiy Eron siyosiy rejimini tashkil etadi. Bu mana solishtirish uchun aytaman. Endi sobiq Sovet ittifoqini misol keltirib namuna sifatida ko'rsatmoqchi emasman, o'xshatishni aytmoqchiman. Sobiq Sovet ittifoqi davrida, umuman kommunistik davrda shu siyosiy partiyalarda partiya bo'lgan, u mafkuraviy siyosiy konstruksiyani tashkil etgan, keyin ijroiya qo'mita bo'lgan. Ha, hali isполком. Ha, va parallel ravishda o'sha KGB tizimi bo'lgan. Ya'ni umuman olganda davlat boshqaruvi bitta, lekin parallel konstruksiyalardan iborat. Nima deydi, tasavvur qilish uchun aytyapman buni. Aynan shunday demoqchi emasman, tasavvur qilib olish uchun. Bizda misol uchun o'sha 40 dan oshgan, 50 dan oshgan odamlar bu narsani yaxshi tushuna olishi uchun tasavvur uchun aytyapman. Endi bu Eron aynan sobiq Sovet ittifoqi model demoqchi emasman. Konstruksiyalar nuqtai nazaridan o'xshash. Ularda ham mafkura bor, ularda endi kommunizm bo'lgan, bu yerda endi diniy siyosiy mafkura. Konstitutsiyasi, mana biz konstitutsiyani qanaqa qabul qilamiz? Konstitutsiya odatda har qanday davlatda huquqiy pasport hisoblanadi. Davlatning huquqiy pasport hisoblanadi. Va shu konstitutsiyada asosiy tamoyillar belgilanadi, asosiy qoidalar belgilanadi. Va bu huquq tizimi uchun va inson jamiyat hayoti uchun asosiy, demak, qomus hisoblanadi. Eron konstitutsiyasi ko'proq huquqiydan ko'ra siyosiy konsepsiya. Hali manifestga o'xshab ketadi deysiz. Xuddi shunday. Mana manifest. Xuddi shunday. Mana joyiga topdingiz-da. Biz bilgan o'sha huquqiy qomusiy asos emas, Eron konstitutsiyasi, hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Bu siyosiy mafkuraviy konsepsiya. Ya'ni jamiyat, hayot qanday maqsadlarni qo'yish kerak, qanday strategiyalarni qo'yish kerak va qaysi yo'l to'g'ri ekanligini ko'rsatuvchi hujjatga aylanib qolgan. Shuning uchun ham ular juda ham uyg'un. Konstitutsiyani shar'iy hujjat ham deya olmaysiz. Konstitutsiyani toza huquqiy ham deya olmaysiz. Ya'ni biz bilgan, hozir tuzumini ham o'rganamiz, sudlar haqida ham mana oldincha gapirib o'tadilar. Biz bilgan o'sha sudlar bor, keyin shar'iy sudlar bor-da. Ya'ni u yerda ham alohida o'zi. Eronda sudlar ham ikki xilmi? Ikki xil. Dunyoviy sudlar va shar'iy sudlar. Ha, ya'ni shar'iy sudlarda ko'proq siyosiy jarayonlarda jalb qilinadi. Biz bilgan xo'jalikdagi maishiy darajadagi narsalar emas. U asosan siyosiy jarayonlarda qilingan xatolar va qonunlar. Umuman bosh g'oyaga to'g'ri kelmagan holatdagi xatolarni, demak, tahlil qilib sud qiladi. Xuddi ya'ni SSRda hali kommunizmga qarshi yoki anti-revolyutsion partiyaviy sudlar bo'lgan-ku. Partiyaviy sud, u faqat part biletni olish va hukm o'qish bilan shug'ullangan. Xuddi shunga o'xshagan bo'lganda, juda murakkab. Shuning uchun ham Eronda hozir nima deydi, rahbarlarni o'ldirtirilishi, yo'q qilinishi, bombardimon qilishi siyosiy rejimni qulatmayapti. Endi buni parallellarni aytdim. Endi darajalar bor. Mahalliy daraja bilan markaziy darajaga o'rtasida ham mustaqillik bor. Masalan, birdan shtab yo'qolib qoldi, harbiy shtab, mahalliy darajadagi kichkina shtablar ishlayveradi. Ya'ni ular hali anaqa qolmaydi, hali bir boshni yo'qotgandek bo'lib qolmaydi. Boshni yo'qotib qolmaydi. Salamandr hayvoni bor-ku. Ya'ni bu o'sib chiqaveradi. Uni nerv tizimi nima uchun o'lmaydi chopsangiz ham? U parallel konstruksiyalardan iborat. Biologlar yaxshi bilishadi. Tasavvur qilish uchun aytayapmanki, Eronda ham mana shu konstruksiyalar bor. Bu parallel. Ular alohida tanani, alohida rejimni hayot davom ettirish uchun xizmat qilaveradi. Rahmat, Odiljon. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Mana hozir biz bu ekranga nimani chiqardik hozir? Bu o'sha Erondagi hukumat konstruksiyasi. O'sha ustoz aytib o'tganday, baribir har doim o'sha g'arb bergan nima deydi, ma'lumotga tayanib qolmasdan, balki ularni ham eshitish kerak degan mazmunda bevosita konstitutsiyani o'zini tarjima qildi avval, Eron konstitutsiyasini, va o'sha Eron konstitutsiyasi bo'yicha hokimiyat strukturasi tuzib chiqildi. Xo'p, endi ko'rishimiz mumkin, bu yoqda mutlaq xo'p, buni yoningizga olasiz. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, bu yoqda bevosita hokimiyatni saylovchilar, ya'ni xalq shakllantiradi. Birinchi navbatda saylovchilar ko'ramiz, ekspertlar assambleyasini, prezidentni, parlamentni va mahalliy xalq deputatlar kengashini bevosita saylov bilan shakllantiradi.
Xo'p, mana ekspertlar assambleyasi a'zolari 88 tadan iborat hisoblanadi. Uni ham saylashadi. Uni ham xalq saylaydi. Hammasi saylov jarayonida bo'ladi. Bu yoqda jarayon tushuntirib. oliy rahbar shunchaki hokimiyatga nima deydi, qandaydir bir vorislik asosida yoki bir qo'zg'olon bilan kelib qolmaydi, balki uni o'sha mana shu ekspertlar assambleyasi shakllantiradi. Xo'p, endi saylovchilar shunda Odiljon qarang, hozir saylovchilar kimlarni saylayapti? Mana mahalliy kengash saylayapti, hali kengash ostonlar deydi, ularda viloyatlarni saylayapti. Hali anaqasini nima deydi? Xalq deputatlari kengashi. deputatlar kengashi. Parlamentni saylayapti. To'g'ridan to'g'ri. Prezidentni saylayapti va Eronning oliy rahbari hisoblanadigan Oyatullohni saylaydigan ekspertlar assambleyasini saylayapti. Xuddi shunday. Hamma saylov bilan keladi. Hammasi saylov bilan. Bundan tashqari bu yoqda ko'pchilik mullokratiya, ya'ni o'sha mullalar hukmronligi deydi, lekin aslida konstitutsiyaga ham bevosita belgilab qo'yilgan oliy rahbar lavozimiga keladigan shaxs ta o'sha bugungi kun siyosatini mukammal tushungan, siyosatdan xabari juda ham yaxshi bo'lgan, bundan tashqari diniy bilimi yuqori bo'lgan shaxs bo'lishi talab etiladi. Ya'ni ko'pchilik adashtiradi, Oyatulloh degani bu oliy rahbar degani. Aslida bugungi kunda 81 ta Oyatulloh bor. AQShda ham Oyatullohlar bor. Nima deganingiz? Ya'ni Oyatulloh bu Shia mazhabidagi diniy maqom. Talaba bor, bu o'sha o'zimiz bilgan o'rganuvchi. Hujjatul Islom, ya'ni bu o'rganuvchidan ko'ra o'rgatuvchi maqomidagi shaxs. Undan yuqorisi bu o'sha Oyatulloh hisoblanadi. Bu bevosita o'sha fatvolar berish vakolatiga ega hisoblanadi. Bundan ham yuqorisida bor Maraji deydi yoki katta Oyatulloh deydi. Bu Oyatulloh bevosita o'sha xatti-harakatlarga taqlid qilish, ya'ni Shia mazhabidagi insonlar uni harakatlariga taqlid qilish eng kattasi berilgan. Shu oxirgi slaydga o'tkazsangiz anaqa darajasi bor shuni. Mana shu daraja. Marja degani endi eshityapmiz deydi. Maraji yoki marja deydi yoki Oyatulloh al-Uzzo deydi yoki marja at-taqlid deydi. Bular hammasi shu bitta nom, ya'ni katta Oyatulloh degani. Mujtaba Xumayniy ham Oyatulloh maqomida. U ham hali kattasi emas. Yo'q, hali ham kattasi emas. Oyatulloh al-Xumayniy hukumatga kelayotgan payt, ekspertlar assambleyasi uni saylayotgan payt u mana bu Hujjatul Islom deydi. Hali u Oyatulloh ham emas. Hali Oyatulloh emas edi. Marjalar, ya'ni marjaat taqlidlar 54 ta bugungi kunda yashayotgan hayotlari. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanadada ham bor. O'sha Shia diasporasida. Oyatullohlar yana ham ko'p. Ya'ni 80 dan ortiq Oyatulloh mavjud. Bu yoqda ya'ni noto'g'ri tushunchaga bormasligimiz kerak. Kim o'sha nima deydi, diniy jihatdan yetuk bo'lsa, o'sha hukumat rahbari bo'ladi emas, balki ham siyosiy, ham bugungi kun talabini biladigan va ham diniy bilimi yuqori bo'lgan shaxslar hukumatga keladi. Keyin yana bir joyda aytishimiz kerak, shu hukumatga keladigan deyarli barcha lavozimlar uchun kamida mana bu darajada bo'lish talab etiladi. Aynan shuning uchun Eron hukumatida qariyalar ko'p. Ya'ni ular o'sha din shu maqomga erishib, ma'lum bir vaqt kerak. Juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun gerontokratiya deyishadi. Aslida shu maqomda olishlari talab etiladi, ya'ni. Bugun Amerikada ham juda gerontokratiya emas deya olmaymiz. Xuddi shunday. Umuman dunyoda o'zi shunday. Masalan, Amerikaning so'nggi ikki prezidenti yosh bo'yicha bir-biridan o'tishga harakat qilishadi. 80 plusda. 80 plus. Xo'p, endi birinchi slaydga kelsangiz. Xo'p, ekspertlar assambleyasi bevosita Oyatullohni o'sha kengashda saylashadi va Oyatullohga impeachment e'lon qilish vakolati ham bor ularda. Bundan tashqari Oyatulloh, ya'ni oliy rahbar yuritayotgan siyosatga nisbatan norozilik bildirishlari, ko'rsatmalar berishlari. Ekspertlar assambleyasi. Demak, uning vakolati mutlaq emasmi? Oliy rahbarning vakolati mutlaq, faqatgina o'sha berilgan mandat doirasida. Demak, istagan vaqt uni cheklab qo'yishligi mumkin. Mumkin. Lekin hayotda bo'lmagan. Unaqa ish qilishmagandir-da, endi yaxshi gumon qilamiz. Ular mana misol uchun Oyatulloh Xomanaiy, ya'ni hozirgi Mushtaboning otasi ham yadroviy dastur borasida, qurol borasida boshqacha pozitsiyada bo'lganda, fatvo ham chiqargan. Lekin uning ijrosi borasida baribir mana bu tizim,
Mana bu rejim uni cheklagan masalan. Hattoki eng yuqori oliy rahbar. Bo'lmasa u fatvo chiqarib turibdi, lekin hamma unga bo'ysundi degani emas hali. Shunday. Mana men bekorga aytmayman-da, kommunistik rejimdagi ayrim bir joylar o'xshash, balki olishgandir. O'sha pionerdan tortib, keyin komsomol, keyin oxirida o'sha partiyni va u keyin unaqa bir rahbar lavozimiga o'tadi-ku. Shunaqa o'ziga xos mafkuraviy lavozimlar va darajalar belgilanganda bu yerda. Mana Koreyada boshqacharoq modeli bor. Ya'ni ular o'sha top management sertifikatlari bor. O'sha bir joyga hattoki maktab direktori bo'lishingiz uchun yoki bir joy mer bo'lishingiz uchun, misol uchun eng super odam bo'lishingiz mumkin. Tam Garvardni tugatib kelgan oltin diplom egasi bo'lishi mumkin, lekin o'sha menejer sertifikatini olmaguncha top managementni rahbar bo'la olmaydi o'sha odam. Siz Janubiy Koreyani aytyapsiz. Ha, Janubiy Koreyada shunaqangi tizim bor-da. Ularda endi zamonaviy ko'rinish. Ya'ni bu yerda ham o'sha baribir qanaqadir umumiy o'sha mafkuraviy konstruksiyani a'zosi bo'lish kerak. Endi o'sha oyatulloh, ya'ni oliy rahbar shakllantiradigan o'sha oliy organlar, bular sud tizimi, ya'ni sud tizimi rahbarini tayinlaydi. Bu huquqshunoslar orasidan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha sudning ichidan chiqqan bitta narsaga chalkashiladi. Ya'ni Eronda huquq tizimi yoki sud tizimi shu muqaddas diniy manbalarni ochib shu asosda bo'ladi. Yo'q, unaqa emas, balki shu diniy manbalardan asoslanib ular ham kodekslar, qonunlar chiqarishgan, shu bo'yicha amalga oshiriladi. Ya'ni ulardagi sud tizimini shariat sud tizimi emas. Yo'q, shariat sud tizimi emas, balki o'sha alohida qonunlari bor. Alohida fuqarolik kodeksi, jinoyat kodeksi bizga o'xshagan bor. Faqatgina bularda o'sha diniy avtoritetlarni, diniy axloq, odob axloqni buzganligi uchun shariat sudlari bor. Alohida, ha. Adashmasam shariat sudlari Malayziyada ham bor. Bor. Xo'p, sud tizimi rahbari endi bevosita o'zidan keyingi o'sha sudyalar boshqalarni tizimni shakllantiradi. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin, vasiylik kengashi bu juda ham bir muammoli organ. Ya'ni nima degani o'zi? Kimning vasiyligi bu yerda? Ha, bu o'sha bevosita parlamentdan chiqayotgan qarorlarni umuman parlament xatti-harakatini o'zini vasiyligiga olgan degan ma'noda. Senatmikin, ha? Yo'q. Senat, ha, shunaqa. Senat deyish ham mumkin, konstitutsiyaviy sud ham deyish mumkin. Konstitutsion sud va senat. Senatni ikkalasini vakolat qo'shib yuborilgan. Buni shakllantirilishi qanday bo'ladi? Bevosita huquqshunoslar orasidan sud tizimi rahbari 6 kishini parlamentga taklif etadi. Vasiylik kengashiga o'tkazish uchun. Ha, vasiylik kengashiga o'tkazish uchun. 6 kishini agar bular ishonch votumi beradigan bo'lsa, vasiylik kengashiga o'tadi. Ya'ni sud tizimi ham uni o'z xohishicha qo'yib qo'ya olmaydi. Yo'q, aslo. Parlament rozi bo'lishi kerak. Parlament xalq saylagan. Agar xalq saylagan, agarda parlament rad etadigan bo'lsa, bu qayta boshqa nomzodlarni taklif etish kerak bo'ladi. Ha, tushunarli. 12 kishidan iborat hisoblanadi. 6 kishini shu oyatulloh tayinlaydi. Ya'ni 6 kishini oyatulloh tayinlaydi, 6 kishi parlament. O'zimiz senatga o'xshab ketar ekanda, ya'ni u yerda ham bo'ladi-ku, 15 kishini davlat rahbari tayinlaydi. Mana shunga o'xshagan masala. Xuddi shunday. Endi vasiylik kengashining qanday vakolatlari bor desak, vasiylik kengashining vakolati juda ham keng hisoblanadi. Ya'ni bunda bevosita parlament qonun chiqaradi. Qonun chiqaruvchi organ bu parlament hisoblanadi va qonunni agarda vasiylik kengashiga ma'qullamasa, veto qo'yadigan bo'lsa qabul qilinmaydi. Yoki prezidentlikka, parlamentga va ekspertlar assambleyasiga qo'yiladigan nomzodlarni bu filtrdan o'tkazadi. Ya'ni razvedka bilan hamkorlikda sud, umuman barcha tarixi ko'tariladi nomzodni. Maqbul deyiladigan bo'lsa, keyin o'sha o'zining nomzodini saylovga qo'yib aytmoqchisiz, bu ekspertlar assambleyasi kerak bo'lsa oyatullohni tasdiqlaydi. Saylab. Lekin ekspertlar assambleyasiga kirishdan oldin vasiylik kengashidan o'tish kerak. Oldin vasiylik kengashi. Vasiylik kengashdagilar o'zini sud tizimidagilar taqdim etadi, parlament ko'rib berish kerak. Shunday. Parlament xalq saylaydi. Parlament xalq saylaydi. Ya'ni qayerdan o'ylab topgan bular? Bundan ham murakkab konstitutsiya. Hali boshlanishi. Endi bu o'sha bevosita oxirgi saylovlarda 290 ta o'rin bor parlamentda, 233 ta, ya'ni parlamentga qo'yiladigan nomzodlarning 41%ni rad etib yubordi nomzodlarni. Juda ham ko'p nomzod berilgan. Parlament deputatlikka berilgan nomzodlarning o'sha 41%ni rad etdi. Vasiylik kengashi.
Xo'p, endi agarda parlament yo mashq qonunni biz qabul qilishimiz kerak, biz uchun kerak bu deb turib, o'sha parlament a'zolarining 3 dan 2 qismi yana e'tiroz bildiradigan bo'lsa, agar vasiylik kengashini e'tirozlariga, bu yoqda maqsadga muvofiq kengash ularni yarashtiradi. Arbitr. Xo'p, maqsadga muvofiq kengashi nima ish qiladi? Bizda shu maqsadga muvofiq kengashi bilan vasiylik kengashini o'zimizning ommaviy axborot vositalarida biroz chalkashtirishdi. Bu vasiylik maqsadga muvofiq kengash ko'proq maslahatlashuv kengashiga o'xshaydi. Yilda 2 marta yig'ilishadi. Buni tarkibida avtomatik ravishda kiritiladi parlament spikeri, prezident, kattalar ekanda. Kattalar, sud tizimi rahbari, bundan tashqari vazirlar kiritiladi. O'sha nima masala bo'lishiga qarab, agarda bu yoqda o'sha harbiy sohada qandaydir qonun qabul qilishimiz kerak deb parlament qonun qabul qildi, vasiylik kengashi rad etdi. O'rtada nizo kelib, ixtilof kelib chiqyapti. Bu paytda aytaylik, shu harbiy sohadagi shu rahbariy shaxs bu yoqda asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni bizga bu qonun haqiqatdan kerak, qabul qilishimiz maqsadga muvofiq deb turib vasiylik kengashiga aytish mumkin yoki parlamentga yo'q, bizga kerak emas bu qonun degan xulosani berish mumkin. Bu shunaqa talashishadi hammi? Shunday talashishadi. Bu demokratiyada unaqa bo'ladi yo, Eronda? Eronda ham bor ekanda demokratiya. Qiziq lekin Eronda demokratiya deyish bizga g'alati eshilar ekanda, Farhoding. Ya'ni ana qarang, demokratiya deganda biz faqat g'arb modelini qabul qilamiz. Demokratiyada xalq hokimiyati va xalq irodasi siyosiy qaror qabul qilishda inobatga olinsa, shu o'z demokratiya bo'lishi kerak-da, o'zi tamom. Uni mezonlari hammada har xil bo'ladi. O'zi aslini olganda-da. Masalan, ayrim bir joylarda siyosiy partiyalar soniga qarab. 50 ta siyosiy partiya bo'ladigan diktaturalar ham bor-da. Masalanda u mezonlar har bitta mintaqani, jamiyatni o'zini siyosiy maqsadlari va umuman olganda hayotiy maqsadlaridan kelib shakllanishi kerak. Masalan, xalq rozi, uning fikri, uning roziligi inobatga olinyaptimi? Shu-ku demokratiyaning asl tamoyili. Shunday. Nimaga aynan boshqa shaklda bo'lishi kerak shu? Siz aytgan shaklda, masalan. Masalan, Amerikani demokratiyasini namroq ko'rsatamiz, haqiqatan ham zo'r. Lekin bitta joyi bor. Masalan, saylovchilar ming saylov jarayonlarida olqishlarni boshqa qilgan bilan prezidentni saylashda oxirida baribir vakillar borib saylab keladi. Vakillarning gapiga qarab turlar. Vakillarni sotib olsangiz-chi? Nima bo'ladi? Bu yoqdagi misol uchun 250 million aholini fikri bu yoqda-yu sanoqli bo'lgan vakillar hal qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni nyuanslar ko'p. Bundan tashqari vasiylik kengashi umumiy bosh maslahatchi organ ham hisoblanadi, oyatulloh, ya'ni oliy rahbarga. Va yana bitta vakolati, o'sha agarda oliy rahbar vafot etadigan bo'lsa, vaqtinchalik 3 kishilik kengash tuziladi. Shu biz uni ko'rdik. Xumayniy vafot etganda ham shu bo'ldi. Buni tarkibiga kimlar kiritiladi? Prezident, keyin sud tizimi rahbari va 3-shaxsni shu ekspertlar assambleyasidan bular saylaydi. Kimlardir saylaydi. Shu a'zolar 75% ovoz bilan shu a'zolari saylasa, keyin o'sha bir kishi kiritiladi. Xo'p, bu yoqda endi Oliy xavfsizlik kengashi. Adashmasam Larijoniy shuni kotib edi. Shunday. Oliy xavfsizlik kengashiga bu to'g'ridan-to'g'ri avtomatik kiradi prezident, parlament spikeri, sud tizimi raisi, Islom inqilobi muhofizlar korpusi, vazirlar mahkamasining a'zolari. Bu Ali hamma davlatda bo'ladigan xavfsizlik kengashi ekanda. Xuddi biroz boshqacharoq bo'ladi. Shunaqaroq, ya'ni bunda o'sha mamlakatda qabul qilinishi kerak bo'lgan strategik nima deydi, loyihalar deymizmi, boshqa umumiy masalalar yuzasidan bu oliy rahbarga bular maslahat beradi kengashda. Ya'ni faqatgina bu yoqda shu diniy kontingent bilan cheklanib qolmagan, bu yoqda ijro hokimiyati ham bizga bu masalalar kerak, bunday strategiyani qabul qilishimiz kerak degan fikrni oliy rahbarga yetkazadi shu orqali. Xo'p, endi bu taraf tugadi. Xo'p, prezidentga o'tadigan bo'lsak, prezidentni shu bevosita xalq saylaydi, lekin buni ham boya aytib o'tganimizdek, nomzodini vasiylik kengashi tasdiqlab berish kerak. Nomzodlarni. Albatta. Bitta biroq yana bir shu joyda kesishadigan nuqta bor, ya'ni prezident xalq saylaydi, lekin uni lavozimga rasmiylashtirish oliy rahbarning vakolati hisoblanadi. Agarda
u lavozimga rasmiylashtirmasa nima bo'ladi desak, saylov qaytadan o'tkaziladi. Endi ungacha bormas ekan endi. Saylov bo'lgan bo'lsa, demak shu Oyatulloh umuman olganda rozi bo'lgan bo'ladi-da, chunki nomzodlar vasiylik kengashidan o'tgan bo'lsa deyman-da endi. Bu holat bunaqa case bo'lgan tarixda, bo'lgan. Ya'ni 1981-yilda birinchi davr o'sha paytda Abul Hasan Bani Sadr degan shaxs prezident bo'lgan, biroq o'sha prezident bilan oliy rahbar o'rtasida kelishmovchilik bo'lgani sababli oliy rahbar uni lavozimga rasmiylashtirmagan va qaytadan prezidentlik saylovi bir marta bo'lgan ekan. Bir marta bo'lgan, shunday. Xo'p, endi bevosita bilamiz, prezident Vazirlar Mahkamasini o'zi shakllantiradi va buni a'zolarini parlamentga taqdim etadi. Parlament a'zolari agar Vazirlar Mahkamasiga ishonch votumi beradigan bo'lsa, bular faoliyatini amalga oshiradi. Agarda qaysidir a'zoga ishonch votumi berilmaydigan bo'lsa, boshqa nomzod taklif etish kerak prezident. Xo'p, endi bitta juda ham qiziq holat Eron parlamentida. Eron parlamenti o'sha har 10 yilda aholini o'sha ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi, boshqa xususiyatlarga qarab turib, har 10 yil ichida 20 tadan ortiq bo'lmagan a'zoga ko'payishi mumkin. Yangi shtat ochiladi deymiz. Bu odam ko'payib borayotgani hisob. Xuddi shunday. Ya'ni men 2018-yilgi o'sha ingliz tilidan konstitutsiya tarjima qilingan ekan, shuni ko'rgandim. 270 ta berilgan a'zo. 64-moddasida o'sha aynan shu narsa berilgan, 20 ta a'zo ko'payishi mumkin. Hozir bular soni 290 ta hisoblanadi. Yana 20 ta qo'shilibdi. Yana 20 ta qo'shilgan. Bu yoqda boshqa davlatlarda parlamentda o'xshamagan bir hodisa bor, ya'ni alohida o'rinlar belgilanganligi. Parlamentda 5 ta alohida o'rin bor. Bular bittasi yahudiylarga, Yahudi millatiga mansub, Yahudi diniga mansub insonlar, Yahudi millatiga emas, balki Yahudi diniga mansub insonlar uchun berilgan. Chunki musulmon bo'lishi ham mumkin Yahudi diniga mansub bo'lgan ishdan. Aynan shuning uchun, ya'ni Yahudi millatiga mansub inson musulmon bo'lishi mumkin, lekin u yerda aynan Yahudi diniga ega bo'lgan shaxs uchun bitta joy berilgan. Bundan tashqari Assuriya va Hadley nasroniylari bor. Ularga ikkalasini birgalikda bitta o'rin berilgan va arman nasroniylariga shimol va janubdan bittadan 2 ta o'rin ajratilgan va zardushtiylarga bitta o'rin ajratilgan. Bu faqatgina bitta yahudiylar bitta, armanlar 2 ta bo'lsin degani emas, balki bularda lavozimi aniq bittadan bo'lishi kerak. Agarda xalq ularni saylasa, yana nomzod taklif qilib kirsa bo'ladi parlamentga. Ya'ni bundan kam bo'lishi mumkin emas. Kam bo'lishi mumkin emas. Bitta qiziq holat, Eron aholisiga har bir deputatlik o'rinini hisobga oladigan bo'lsa, 300 ming taga bitta deputat nomzodi tushadi. Biroq Eronda 30 ming oshiq yahudiy bor. Ularga alohida bitta o'rin ajratilyapti. Shunda ular 10 barobar yutuqda bo'lib chiqyaptimi? Shunday. Biroq o'sha demokratiya deganda Eronni qip-qizil, Isroilni ham yashil qilib beradigan infografikalarimizda qaraydigan bo'lsak, Knessetda birorta arab yo'q. Yo'q, arablar bor u yerda. Ya'ni Knessetda arablar bor. Endi Eronga tegishli kuchlar yo'q desak, shunday ham to'g'riroq bo'ladi. Shunday. Xo'p, o'sha xalq deputatlar kengashini ham bevosita aholi saylaydi. Bu endi viloyat deputatlari. Viloyat deputatlari. Hokimlarni shu xalq deputatlar kengashi saylaydi. Hokimlar endi bevosita aholi tarafidan emas, balki o'sha deputatlar, xalq deputatlar kengashi tarafidan saylanadi. Va bularning nomzodi bu vasiylik kengashidan emas, balki shu bevosita parlament nazoratida bo'ladi. Xalq deputatlar kengashiga saylovlar ham, hokimlikka saylovlar ham shu parlament nazoratida. Ya'ni bular ruxsat beradi. Vasiylik kengashi taqiq qo'ya olmaydi ularga. Ya'ni undan alohida ekan. Alohida. Rahmat. Endi keyingisida biz nimalarni ko'ryapmiz? Bu harbiy holatmi? Shunday, harbiy struktura, ya'ni ko'pchilik chalkashtiradi. Eron armiyasi, Islom inqilobi muhofizlari korpusi, ba'zilar Basij deydi. Umuman bu yoqda parallel harbiy tashkilotlarda, harbiy organlar Eronda va birorta vakolati shunaqa belgilanganki, hech biriniki bir-biriga zid kelib qoladigan yoki tortishib qoladigan joy yo'q. Ya'ni bu Artesh, ya'ni Eronni muntazam armiyasi. Bu armiya, davlat armiyasi. Bu inqilobiy gvardiya,
Islom inqilobi muhofizlari korpusi. Buni o'sha dastlabki tuzilish tarixi o'sha dastlabki inqilob bo'lgan payt hukumat muntazam armiya shohga sodiq bo'lganligi uchun avval, keyinchalik tuzumni ag'darish uchun harakat boshlamasligi uchun alohida bir harbiy tuzilma sifatida shakllantirilgan, keyinchalik juda ham kengayib ketgan. Yana bir holat huquqni muhofaza qilish qo'mondonligi. Bizda o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar fuqarolik tashkiloti hisoblanadi umuman barcha davlatlarda, biroq Eronda boshqacharoq, ya'ni harbiy tuzilma hisoblanadi. Xo'p. Endi o'sha artesh, ya'ni muntazam armiyani o'sha harbiy tuzilmalari tarkibidagi tashkilotlari, bu quruqlikdagi kuchlar, buni o'sha umumiy ma'noda asosiy shaxsiy tarkib shunday jamlangan. Dengiz kuchlari hamma o'sha davlatlarda bo'ladi. Dengiz kuchlari, harbiy havo kuchlari, havo hujumidan mudofaa kuchlari, demak bu o'sha xuddi o'shanda. Lekin inqilobiy gvardiyada ham quruqlik kuchlari, harbiy dengiz kuchlari, harbiy kosmik kuchlar, bundan tashqari Quds kuchlari, basij, razvedka tashkiloti ham bor. Biroz qo'shimcha masalalar bor ekan. Bor, albatta. Bu yoqda aytaylik, bu huquqni muhofaza qiluvchi organ, qo'mondonligi, huquqni muhofaza qilish qo'mondonligi, mana Marzabani bu o'sha davlat chegaralarini himoya qiladi. Chegara qo'shinlari buni ixtiyorida. Endi shaxsiy tarkib, ya'ni umumiy mudofaa armiyasi arteshni tasarrufida. Xo'p, inqilobiy gvardiya nima qiladi deydigan bo'lsa, buni inqilobiy gvardiyani ichki muhofaza bir tashkilot, ya'ni Eronning har bir viloyatida alohida agarda rahbariyatga hujum bo'ladigan bo'lsa, mustaqil harakatlanadigan, har birini alohida dasturi bo'lgan 32 ta har bir viloyatda bittadan o'zining boshqarmasi bor inqilobiy gvardiyani. Ya'ni ular o'zi mustaqil harakat qila oladi. Ha, shunday. Bu qanaqa desak, birinchi agar mamlakatga hujum bo'ladigan bo'lsa, birinchi kuchni mana bu artesh oladi. Artesh bilan o'sha, ya'ni Mazravani chegara qo'shinlari oladi va u mamlakat ichiga kiradi, mudofaa baribir yorib o'tiladi. Yorib o'tilgan paytda o'sha joydagi aytaylik har bir viloyatdagi mudofaani shahar ichida partizanlik urushlarini tashkil etish bu inqilobiy gvardiyani vakolatida. Ya'ni biz mudofaani yorib o'tdik, bo'ldi, yutqizdik, urush tugadi degani emas, balki o'sha ichkarida ham partizanlik urushlarni olib boramiz degan ma'noda harakat qilinadi. Endi harbiy havo dengiz kuchlarida ikkalasida ham bor. Nima farqi bor deydigan bo'lsak, unchalik strategik ahamiyati yuqori bo'lmagan, ya'ni Kaspiy dengizi bilan Hind okeanini nazorat qiladi artesh. Hormuz bo'g'ozi bilan o'sha Fors ko'rfazini bu o'sha inqilobiy gvardiyani harbiy dengiz kuchlari nazorat qiladi. Xo'p, endi harbiy havo kuchlari o'sha qiruvchi samolyotlar, boshqalar buni artesh tasarrufida va havo hujumidan mudofaa kuchlari o'sha Su-300lar, boshqalar buni, ya'ni artesh muntazam armiyaning tasarrufida. Endi raketa dasturlari, dron dasturlari kabi bular muhofizlarda berilgan aerokosmik kuchlar. Aytadi, raketa shaharlari yer ostidagi. Xuddi o'shanday. Yana 32 ta viloyatida aytdik-ku, inqilobiy gvardiyani o'zini bo'linmalari bor, mustaqil harakatlanadi. Agar aytaylik, chegara hududdagi viloyatga hujum bo'lsa, ichkaridagi viloyat qanday yordam ko'rsatadi bunga? Qanday pana qilib turadi dushman hujum qilayotgan paytda? Alohida strategiyalar ishlab chiqilgan bunga. Har birini alohida qurol-yarog' ombori, oziq-ovqat ombori bor. Ya'ni har bir viloyatda alohida bir harbiy tuzilma qarshilik ko'rsatadigan deyish mumkin. Endi basij bu ko'ngillilar tashkiloti. Qanday qilib tinchlik zamonida ham ko'ngillilari bormi? O'sha Xumayniyni 20 million jangchi degan dasturi bor. Bunda o'sha 20 million ko'ngilli inson, vatanni himoya qilish maqsadi bor insonlar jamlaydi. Bu shu basij tashkiloti. Unda a'zolikka asoslanadi. 3 xil a'zoligi bor. Faol bo'lmagan, oddiy a'zolik, faol va maxsus. Oddiy a'zolikda bu o'sha aytaylik qandaydir tadbirlar bo'lsa yoki sborlar deydi-yu, yig'inlar.
yig'inlar yoki tabiiy talofatlar bo'ldi, o'sha paytlarda chaqiriladi bu oddiy a'zolar. Faol a'zolar endi o'sha namoyishlar paytida yoki boshqa shunaqa favqulodda holatlarda qaytaruv guruhi, ya'ni odamlarning orasida targ'ibot qilib qaytarish uchun. Endi maxsus a'zoliklari bor. Ular doimiy shu muntazam shu basijlik tarkibida bo'ladi. Bular endi bevosita harbiy harakatlarga jalb qilinadi, harbiy mashg'ulotlar o'tadi. Qarang, Odilbek, hozir shunday bo'lyaptiki, agar Eronda qandaydir quruqlikdan hujum bo'lsa, 20 million askar bor ekanda. Albatta. Bu ya'ni o'zidagi 600 ming arteshi, 350 ming muhofizlik korpusi, ularni aytmayapman. Xuddi shunday. Bularni ham vaqti bilan o'sha harbiy mashg'ulotga chaqirib turiladi. Harbiy tayyorgarlik uchun alohida lagerlar tashkil qilingan ular uchun. Xuddi o'shanda yaqinda o'sha razvedka va davlat xavfsizligi vaziri o'ldirildi. Shu paytda ko'pchilik o'yladi, razvedka falajlandi. Yo'q, bu yoqda Inqilobiy gvardiyani ham alohida o'zining razvedka tashkiloti bor. Bu o'sha razvedka vazirligi bilan bir bellasha oladigan darajadagi keng ko'lamli razvedka tashkiloti hisoblanadi. Ya'ni Inqilobiy gvardiyani o'zida ham alohida razvedka bor. Xo'p, Mazrabani o'sha boya aytdik, chegara qo'shinlari, biroq 97%ni mamlakat hududining 95 dan 97% gacha bo'lgan qismini shu Mazrabani o'sha chegara qo'shinlari himoya qilsa, Islom inqilobi muhofizlari korpusida 3% qism, ya'ni Hormuz bo'g'ozi, tabiiy va o'sha Iroq, Turkiya va Eron o'rtasida Qandil tog'lari bor. O'sha joyda u yoqda post ham qurib bo'lmaydi, chegara tashkil qilib ham bo'lmaydi. U joylarda o'sha dronlar havo tizimidan turib boshqarish kerak. Shu joylar shu. Mana yagona video nima u? Yagona video bu o'sha namoyishlar bo'lgan paytda hech kimda anaqasi kuchi yetmay qolgan paytda, shu profilaktik organlari, politsiyaning kuchi yetmay qolgan paytda chaqiriladi bu o'sha maxsus bo'linma. Ya'ni omon deydi ruslarda, xuddi o'sha tashkilot. Tushunarli. Bular profilaktika va tezkor qidiruv xizmati favqulodda vaziyatlarga o'xshaydi. Endi bu yerda Arifxo'ja aka umumiy qilib aytadigan bo'lsak, harbiy salohiyat Eronni vakolatlar bo'lingan, mas'uliyat bo'linganda. Masalan, Islom inqilobi korpusi bu siyosiy harbiy tashkilotda, ya'ni siyosiy rejimni muhofazasiga javob beradi. Bu Eron hududida bo'lsin, Eron tashqarisida bo'lsin, yana bir narsa aytish kerak, Islom inqilobi muhofizlar korpusi axborot makonidagi mudofaani ham ular nazorat qiladi. Ya'ni propaganda bilan ham shug'ullanadi, antipropagandani ham tashkil qiladi va umuman olganda o'sha siyosiy rejimni muhofazasi ularning naqasida, bo'ynida. Bu hattoki hududlar boy berilgan taqdirda ham bu siyosiy harbiy tashkilot yoki konstruksiya ishlashda davom etaveradi. U Eron tashqarisi chiqib ketganda ham ishlaydi. Masalan, tasavvur qilaylik, xudo ko'rsatmasin, mabodo misol uchun Eron hududi qo'lga olinadigan bo'lsa yoki misol uchun urushda mag'lub bo'ladigan bo'lsa, ular Iroqda turib ham, Yamanda turib ham faoliyat yurita oladigan darajadagi konstruksiya bo'ladi. Ya'ni ular o'sha mafkura va siyosiy rejim uchun kurashda davom etaveradi. Ya'ni ular uchun faqat Eron hududi unaqa qilib berilmagan, chegaralab berilmagan, vakolati shunaqa. Endi artesh esa bu ko'proq jamiyat o'rtasidagi tartibot, politsiyaga o'xshagan, ichki ishlarga o'xshagan va umuman olganda tartibot uchun javob beradi. Ya'ni jamiyat ichidagi barqarorlik va jamiyat xavfsizligiga demak artesh. U funksiyani, u mas'uliyatni, majburiyatni demak korpus legionerlari olmagan. Endi uchinchisi, ya'ni huquqni muhofaza qilish organlari deymiz yoki o'sha qo'mondonligi, bu jismonan davlatni himoya qilishga mas'ul. Ya'ni yerga javob beradi bu. Yerni egallamas uchun ham butun chegara bo'ylab bular joylashtirilgan. Va eng qizig'i, bularning faoliyat va mudofaasi bir-biri bilan kesishmaydi. Bir-biriga yordam berishi mumkin, lekin alohida faoliyat yuritaveradi. Masalan, bir bilan ixtilofga ham kirmaydi. Ixtilofga ham kirmaydi. Misol uchun, bittasi qo'lga olinadigan bo'lsa, ikkalasi ishlayveradi. Bunisi qo'lga ketgan bo'lsa, bunisi. Ana artesh bilan demak huquq muhofaza qilish organlar qo'mondonligi misol uchun ishdan chiqadigan bo'lsa, inqilobiy gvardiya ishlayveradi-da. Hattoki Eron hududida bo'lmasdan ham ishlayveradi. Mana shunaqa murakkab harbiy siyosiy konstruksiya bu. Va mana shuning uchun ham
nima deydi, biz aytganimiz o'sha quruqlikdagi harbiy operatsiya amalga oshirish murakkab deymiz-ku. Faqat geografiya bilan bog'liq emas. Ha, asosiy omil geografiya. Uni Tim Marshall ham aytgan. Lekin bu yoqda mana bunaqangi konstruksiyalar ham bor. Hattoki Eronni, masalan, odatda biz an'anaviy ravishda urushlarda poytaxtda bayroq o'rnatilsa, demak, g'alaba sifatida, kapitulyatsiya sifatida qabul qilinadi, to'g'rimi? Gumanitar huquqda, ya'ni urush huquqida shunaqa. Lekin bularning tizimida hattoki Tehron qo'ldan ketgan taqdirda ham urush davom etaveradi. Mana shunaqangi murakkab ijtimoiy, siyosiy, harbiy parallellar bor va bu parallellar mavjudligini Amerika Qo'shma Shtatlari tahlil qilgan bo'lishi shart. Bu bor, u aniq bor ularda. Endi biz oddiy ko'z bilan ko'rayotgan narsani ular chuqur tahlillar bilan, razvedka ma'lumotlari bilan va yillar davomida shakllangan baza bilan shakllantirishgan. Mana shunday bo'la turib, hozir urushni davom ettirish etarmaslik qaroriga kela olmayotganligi juda ham bir demak, bu yerda subyektiv qanaqadir bir omillar bor. Agarda bu yoqda 30 bitta viloyat, bitta poytaxt, ya'ni 32 ta ma'muriy hududiy birlik bor. Har birida aytganimizdek Inqilobiy gvardiyani o'zini alohida mustaqil harbiy tuzilmasi. Aytaylik 30 bitta o'sha ma'muriy hududiy birlik poytaxt ham ketib, bitta chekkadagi viloyatni o'zi qoladigan bo'lsa ham, qolgan joy egallanib, bu qarshilik ko'rsatishda davom etadi. Chunki alohida tizim. Kattakon rahmat, ajoyib ma'lumotlar. Faqat bir savol qolyapti-da, Mushtaba Xomanaiy qayerda bo'lishi mumkin? Chunki juda ko'p muxlislar savol berishyapti. Moskvada davolanyaptimi, Eronda davolanyaptimi? Mana bir oydan oshdi. Umuman ovozi ham chiqmayotganiga juda ham ko'p savol berishyapti-da. Va oxir oqibat mana hozir sizni bu ma'lumotlaringizdan keyin yana savol berilyapti. Demak, Eron tuzumi umuman sinmaydigan qilib qurilganmi deb. Yo, endi sinmaydigan tizim o'zi yo'q. Har qanday rejim vaqtiga kelib qanaqadir suslashadi, kuchayadi. Har qanday rejimni o'ziga xos yutuqlari va kuchli tomonlari. Hozir biz endi asosiy kuchli tomonlarini gapirdik. Nima deydi, kuchsiz tomonlari ham bor, bu aniq. Bu istalgan siyosiy rejimga shunaqa. Endi Mujtaboning qayerda ekanligi bilasizmi? Jismonan mavjud emasligi hozir bu rejim uchun muhim emas. Uning ruhiyati va uning mavjud bor ekan degan kayfiyatning o'zi, masalan, siyosiy rejim uchun yetarli. Masalan, hozir Mujtabo misol uchun qanaqadir og'ir yaralangan yoki misol uchun faoliyat yurita olmaydigan darajaga tushib qolganda ham mana shu rejimni o'zi, murakkab konstruksiyani o'zi yangi rahbarni olib kelib qo'yaveradi. Ya'ni bu kelaveradi-da. Agar u o'lgan bo'lib, uni yashirayotgan bo'lishsa, masalan, unda biz avtoritar tizimni tasavvur qilishimiz kerak edi. Ya'ni shaxsning yo'qligi rejimning yo'qligiga olib keladi degan. Va u yashirib turiladi. Yashirib turiladi. Aytilmaydi oxirigacha. Lekin Eronda unaqa emas-da. Eron aytaveradi-ya. Nega unda chiqmayapti? Ha, demak, mening nazarimda u jismonan mavjud va uni muhofazasi bilan kimdir shug'ullanyapti. Balkim sog'liq bilan qanaqadir jiddiy muammolar bordir. Boshqa bo'lishi mumkin. Lekin uning borligini o'zi mana bu konstruksiyalar uchun yetarli. Agar Odiljon bunga qo'shimcha bo'lmasa, keyingi savollarga o'tamiz. Mayli. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, marhamat, blitz tarzida o'tkazamiz savol-javoblarni. Biz va'da berganmiz, Farg'od aka kelganlarda savol-javoblarga o'tkazamiz deb. Xo'p, demak, Xomanaiy haqida aytdilar. Xo'p, 3,5 ming odam, to'g'ri, 3,5 ming odam onlayn ko'ryapti. Xo'p, AQShda demokratiya, AQShda, keling, Eron bo'yicha savollar bo'lsa, Isroil Livanni bosib olishni reja qildimi deyapti Farg'od aka. Endi Isroil azaldan o'zi misol hududini kengaytirishdi. Ya'ni azal deganda shu yaqin 50-60 yil ichida xohlaydi. Albatta, masalan, har qanday imkoniyat bo'lganda Isroil hududlarni kengaytirishga harakat qilgan. Bu 6 kunlik urushda ham eslaylik, Sinay yarim orolini ketib qolishlikligi, oxiri 79-yil qaytarib berilganligi yoki Suriyaning Jo'lan tepaliklari ketilganligi va hozirgacha u noaniq. Iordaniya ham qancha qismini suv resurslarini olib qo'ygani va Livandan ham olib qo'ygan, ya'ni bu pretsedent emas. Livanning janubini 4 marta Isroil arab urushi paytida ancha joyga kirib borgan va hozirgacha u nazorat qiladi. Bu fakt, bu bor. Va endi hozir agar Livanning janubida joylashgan va Hizbullohning nazoratida bo'lgan hududlarda
agarda Hizbullohni yo'q qilish vaji bilan kirib kelsa va bu hududlardan deylik Isroil Hizbullohni ozod qiladigan bo'lsa, undan chiqib ketish masalasi juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni u qoladi. Chunki tarix shuni takrorlagan. Oxir-oqibat Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi kelib, demak, tortib olib bergan. O'sha Oslo shartnomalarida ham, birinchi Oslo shartnomasida ham, ikkinchi Oslo shartnomasida ham Isroilning orqaga chekinishga, hududlarni qayta topshirishga majbur qilgan Amerika bo'lganda faqat. Toki Amerikaning tafakkuri o'zgarmas ekan yoki u yerda qanaqadir bir boshqa siyosiy elita kelmas ekan boshqaruvga, boshqa ish qila olmagan shu paytgacha. Ming afsus shunday. Hozir ham lekin g'irt Isroilparast elita keldi-da. Bu Tramp boshchiligida. Va hozir uni chiqartirib yuborish uchun hozir imkoniyatlar yetarli emas. Na arab mamlakatlarida, na musulmon mamlakatlarda, na Turkiyada, na Eronda. Hozir Eron o'zi bilan urishyapti. Shuning uchun hudud masalasi demoqchi bo'lganim qisqa qilib Isroil uchun doim muhim bo'lgan va imkoniyat bo'lib qolganda doim egallashga harakat qilgan. Rahmat, savol berishyapti. Nega yanvar oyidagi Erondagi namoyishlarda Amerika, Isroil Erondagi namoyishchilarga yordam bermadi? Ularga o'sha onsoroq emasmi degan savol berishyapti. Yo, u nimaga yordam bermadi? Juda ham ko'p yordam bergan holatlar chiqdi. Buni elchixonalarda ham isbotlarni, videolarini tarqatishdi, harakatlar bo'ldi. Lekin mana masalan, inqilob texnologiyalari siyosatshunoslikda, konfliktologiyada ko'p joylarda 90% ish beradigan texnologiya bor. Rangli inqilob bo'ladimi, bu arab bahori bo'ladimi, yo boshqa shakldagi siyosiy inqiloblar asosan kamchilikni jalb qilinadi va u siyosiy markazlarga qo'yiladi. Va ular oylab o'sha yerda misol uchun joylashadigan bo'lsa va betartiblik kelib chiqaradigan bo'lsa, misol uchun ular maqsadiga erishadi. Eronda bunaqangi texnologiya ishlamaydi. Chunki siyosiy markaz ularning tafakkurida bitta Tehronda emas. Istalgan joy, cho'lning o'rtasini ham ular maydon qilib, misol uchun olib kelib qo'yadi o'sha yoqqa rahbarlar, o'sha yerda bugundan boshlab poytaxtni e'lon qilaveradi. Ya'ni konstruksiyalar murakkab Eronda. Shuning uchun ham Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, Erondagi inqilobiy kayfiyatdagi guruhlarni qanchalik qo'llab-quvvatlamasin ish bermadi. Chunki bitta konstruksiyani yemirish natijasida davlat qulamadi-da. Rahmat. Eron Amerika Qo'shma Shtatlari qiruvchi samolyotini urib tushirilgani aytilmoqda. Bu vaziyatni o'zgartiradimi? Sizningcha? Yo'q, endi bitta ikkita samolyot urib tushirgan bilan juda katta g'alaba bo'lib ketmasa kerak. Endi yana qo'shimcha savol berishyapti. Uchuvchi asirga olinsa bu Amerikaga. Endi bitta uchuvchi uchun butun Isroil, Eron, Amerika urush tugab ketmasa kerak. Amerika undan kech borishi ham mumkin. Muzokaralarda endi shu paytgacha kimlardan borishi mumkin. Muzokaralar paytida bundoq taklif etiladigan masala qo'yish mumkin. Lekin mana Tramp masalan qariyalardan ham, yoshlardan ham voz kechib yubordi masalan yaqinda-da. Byudjetni tasdiqlayotganda 27-yilga taklif berganda bizga qariyalar ham kerak emas hozir, yoshlar ham kerak emas, millionlab, yuzlab millionlab. Biz hozir urushyapmiz dedi. Endi shunday bir vaziyatda tafakkurga ega bo'lgan va qaror qabul qiladigan shaxs bitta uchuvchini deb nimadan aza ochmasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim. Eronga nisbatan urushdan maqsad Xitoyni zaiflashtirish deyishyapti. Shunda Amerika hali ham SSR merosi, ya'ni kapitalizm, kommunizm bilan hali ham qarshi kurashyaptimi deb so'rashgan. Yo, Eronchi bu kommunizm deb gapirdim, kommunistik jamiyatning davomchisi emas, u gibrid, undan olgan va o'ziga xos model shakllantira olganda. Eron muhim. Nima uchun? Xitoyning energiya resurs bazalaridan bittasi Eron. Xitoyni zaiflashtirish uchun va Xitoyni Amerika energetika qaramligiga olish uchun uning resurslaridan voz kechish kerak. Shunday muhim resurslardan bittasi bu Eron edi. Venezuela edi. Ya'ni Venezuela ketdi. Eronni ham qo'l qo'yadigan oladigan bo'lsa, Xitoyni faqat masala zaiflashtirishda emas, Xitoy iqtisodiyotini va Xitoy 50 yil davomida qurgan nima deydi? Zamonaviy Xitoyni tizginni qo'lga oladi. Bo'ldi. Bu yerda Xitoyni yo'q qilish, parchalash ham emas o'z aslini olganda. AQSh tafakkur, siyosiy tafakkurida Xitoy qudratli bo'lib qolaversin, lekin u bizga bo'ysunadigan qudratda bo'lsin. Ya'ni biz uchun ishlasin. Buning uchun esa Xitoyning resurslari va nozik tomonlarini qo'lga olish kerak bo'ladi. Rahmat. Ushbu ko'rsatuvga so'nggi savol. Demak, katta Isroil qurish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaqin Sharqdagi bazalari to'sqinlik qilayotgan edi. Shunga Isroil AQShni hujum qilishga majburladi.
natijada Eron orqali AQSh bazalariga ziyon yetdi. Oxir oqibat bu yerdan ular chiqib ketsa, bu Isroilga yo'l ochadimi degan savol. Juda ham bir qandaydir murakkab savol ekan. Kim uchun Eron uchunmi? Yo'q, Isroil uchun. Ya'ni bu yerda aytilyaptiki, AQSh Isroilning kengayishiga AQSh yo'l qo'ymayapti degan ma'noda. Ya'ni o'zini bazalari bor bu yerda, arab davlatlarida, shuning uchun Isroilni himoya qilish uchun qurilgan-ku harbiy bazalar. U kengaymaslik uchun emas, u himoya qilish uchun qurilgan. Qurilgan joylarni oldin ham qilganmiz-ku, mana xaritadan ko'rib chiqaylik. Mana hozir hammasi sharqdan keladigan nima deydi? Nima deydi? Mana harbiy baza bor ekan, tayyor ekan. Mana qaranglar, Isroil shundoq urib olgan. Ya'ni Isroilga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar yopilgan. Erondan keladigan barcha yo'nalishlar yopilgan. Mana shimolda o'sha Injirlikdan tortib, misol uchun Suriyadagi misol uchun Idlibda bor, Suriyaning o'zida yana bor, Iroqda bor, Suriyada emas, Iroqda bor, Suriyaning demak o'sha janubida bor va kurdlar yashaydigan hudud kichkinaroq bazasi bor. Mana Qatarda, Kuvaytda, Bahayda, mana hamma shundoq. Oxirgi Saudiya Arabistoni. Isroilga xavf tug'dirmaydigan hududlarda yo'q u. Masalan, Isroilga g'arbdan tahdid yo'q. Masalan, shuni bu yoqda bunaqangi harbiy bazalari yo'q. Bo'lishi mumkin bo'lsa, u aviatashuvchilarni va flotini yuboradi O'rta dengizga navbatchilik qilishga va Kiprga kelib joylashadi, bo'ldi. Yani bu tomoni ham himoyada. Shuning uchun u Isroilni cheklash uchun degan fikr bilmayman, kimni konsepsiyasi bu? Paradigma sifatida bir taklif etilganmi yo'q? Bo'lishi mumkin-da endi. Qayerdan oldilar buni bilmayman. Lekin asli olganda u himoya qilish uchun. Sizlarga kattakon rahmat. Ajoyib nazariy suhbat bo'ldi. Ya'ni Eronni yana ham yaxshiroq tushunib olishga yordam beradigan suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, hali demokratiya bo'yicha fikrlar ham o'zgaradigan bir davrmi deyman-da, ya'ni qayerda demokratiya, qayerda demokratiya emas degan masalalarga aniqlik kiritib olinar ekan. Sizlarga kattakon rahmat. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling.